Manimcha ishiga bo'lsa kerak. Xo'p, mayli bo'lmasa kelib oldim. Aytmoqchi videoni yoqdim-ku. Yo, WhatsApp bo'ldi. Hammaga salom. Sizlar bilan bugun yana men Aragon Craft do'stlarim va uzoq ketishdan so'ng mendan comeback va do'stlarim mana biz o'sha 2 oylik vaqt ketdik. Shu bilan mana yana bir marta qaytdim do'stlarim. Bu uchun albatta juda uzr sizlardan. Uzr so'rayman bolalar, qaytib menimcha bu narsaga boshqa qaytmasam kerak. Va do'stlarimning o'zini sabablari bor edi 2 oy yo'qolib qolganimni. Xo'p, nima bo'lsa ham do'stlarim endi qaytdim-ku, nima farqi bor? Xo'p, mayli do'stlarim, uzoq kutilgandan so'ng mana men o'sha qo'ygan postimga kirib qarasam, Santa Boss 70% turibdi. Mayli 100% gacha kutayotmay dedim va Santa Boss bilan jang qilishga to'g'ri keldi do'stlarim. Mana qaranglar qanaqa qurollarni tayyorlab Santa bilan jangga tayyorlanib keldim bolalar. Bo'lmasa videoni uzoq cho'zib o'tirmayman, bo'lmasa videoni boshladik. Qarochi bolalar, mana shu yerlarda Santa menimcha bo'lsa kerak. Xo'p, hozir Santa meni ko'rishi bilan nayl talpay tushib ketadi. Nima bilasizlarmi, jahli chiqqanman-da. Mana bolalar. Mana bolalar yondagilar nima edi? Hey, nima bular? Maydachalar nima edi bular? Maydacha. Yordamchilarimi? Santa g'irt ayal ekansiz. Menga bir o'zim kelaman deysiz. Yordamchilaringiz ham olib kelibsiz, mana qaranglar. Bratishga yaxshilikcha kiyim oldim. Aytdim-mi senga kiymadi? Bitta o'zi bitta urgulik jonim bor ekan. Kelinglar maydachalar. Yomon-ku bular. Voy bolalar, bosh og'riq. Maydalar bilan ham endi olishayotishimga to'g'ri keladi. Muncha urasan, uni urab olab, amini ololay. Hech qaysi urishga keyin qurbi ham yetmaydi. Undan ko'ra birinchi amini yo'qlayman. Inni kelaring. Birinchilikka Santa skin demoqchi edim. Yo'qol. Ozgina qotyapti bolalar. Telefonga endi indamaysizlar. Qani Santa boskinchi. Men bu maylarni ham yo'qotish kerak-da birinchi. Ana shulardan xalos bo'lay bolalar. Negadir ekran 2 barmoq qo'yganda ham bolalar qandaydir 2 barmoqqa ishlamayapti. G'alati ishlayapti lekin ustidan. Bu o'lmaydimi? Yana bitta oltin almadan yeymiz. Jon to'ldiramiz. Boramiz. Bularni voy bolalar buni qaranglar. Bularni men o'ldirguncha videoni pauza qilib turmasammi? Bo'lmasa bilmayman, bir yilga o'ldirib bo'laman bolalar bilan. Videoni pauza. Qarochi bolalar, Santa bilan kelishgan holda mashina olishga qaror qildik. Anaqa botqoqda olay. Shunga qarayishimga. Xo'p, qanday bug bo'lyapti botqoq. Qarochi bolalar, nima bu? Santa arqamachanga bizga bomba tayyorlayaptimi? Santa sizdan zo'r bo'lishi mumkin emas-da. Hozir bombangiz ham tanib yaramas, hozir ko'rasan mendan. Bola bomba otar-ku ya. Amba qo'yib olayman. To'ta bunday qilmasam, yaramas. Yana senga. Voy bola. Qani bu mana ekan. Nima qilyapti bu? Yo'q. Bola. Yaramaslar, hammangni o'ldirib tashlayman. Yaramas. Bolalar qandaydir Santa kattalashib ketyapti. O'l, nomard. Bolalar Santa urib bo'lmay qoldi. Yaramas, urolmayapman. Yo'q. Yaramas. Yo'q, hozir o'ldirib qo'yadi. Bolalar qochib qutuldim bolalar o'zim. O'laychi edim bolalar. Shunday shatdagina Santani butun arasida o'tib qochib ketib qoldim bolalar. Santa orqamdan keldi lekin hozir shirlagan bo'lsa kerak. Mana yaramas. Yaramas, yana armiya chiqaryapti nomard. Voy, mana uydan avtomatim olib kelsam bo'lar ekan. Maydachalarni qaranglar. Chaqaloqlar bilan olishayotgandek bo'laman. Yo'q, g'alati-da bolalar. Nima deysiz endi?
qaranglar maydaligim bilan. Mayli yig'ilsinchi bir kanallarda kubbalar bo'lib. Keyin bir o'zimiz sotaylaymiz bolalar. Yig'illaring tezlashib, shu sallaqadan qutulay. Maydagina chaqaloqlar. O'lib ketay bundan ko'ra. O'l sanam, o'l. O'lib ket. Ovqatim qolmay qopti. Yo, bunaqasi ketmaydi. Qani bu yoqqa ketsam. Rasulni xom go'shtingiz qoch, go'sht bilan so'raman. Yo'qol. Amayli. Bir ikki jon to'plab olay endi bo'lsa. Qishloqmi? Bir yo'la qishloqni o'tib chiqsammikin? Bunga vaqt yo'q bolalar. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Mana shunday qilib endi bir balo qilib Santani yutsam bo'ldi. Voy bu. Santa haddidan oshib ketdi bolalar, lekin menga bunaqa va'da bermadi bolalar. Qaranglar buni qilgan ishini. Qana g'alatidir, yana bitta bunaqa yordamchilardan chiqaryapti, nomard. Yuz qizil qo'yinlar ko'k. Bularni go'sht chiqar ekan bolalar. Yordamchilarning go'shtini yeymiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Baxtkicha, sen go'shting kerak menga. O'l. Sanlar hamki hammangki. Birdan hammang kiysang yaxshi bo'ladi amnaqasiga urushga. O'l. Ana. Ne qilib qutulamiz bulardan keyin? Go'shtini yeymiz. Santani borib bitta narsasini ikkita qilib qo'yamiz. Qanisan Santa yaramas qochib qoldimi? Qani bo'lar Santa? Chuqur tushib ketdimi? Turib qoldim shunga ham. Yo'q, qoyilman. Lekin menimcha bu vaqt ham o'zi mana shu joyga videomiz ham o'zi mana shu joyga tugaydi bolalar. Menimcha Santa yutqazdi. Chunki u g'orga o'zini tashlab oldi, o'z joniga qasd qildi u. Men bilan olishga qo'rqdi. Shunday qilib, rostdan ham bolalar bu hazil emas. Video mana shu joyga tugaydi. Endi nima ham qilardik bolalar? Ana shu joyga tugagan video. Santa bilan ham olisholmadik bolalar. Uzr bunaqa musordek gameplay uchun. Va anchadan beri meni kutayotgan bo'lsanglar, unga ham uzr so'rayman bolalar, hammasi uchun. Bitta uzr. Xo'p, bo'lmasa videomiz o'z oxiriga yetdi. Men buni go'shini yolay. Xo'p, video o'z oxiriga yetgan bo'lsa bolalar, keyingi videolarimda albatta meni kuzatib boringlar va bundan keyin bundanda zo'r va qiziqarli videolar chiqarishga va'da beraman sizlarga. Bo'lmasa keyingi video qismlarimizgacha xayr, salomat bo'linglar bolalar. Bugun sizlar bilan yana bir bor Aragon Craft bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.